Hürmetlik vatandaşım, başlıklık siyerlerimizde anıldığını, bolup mu en ahırkılık siyerini anıldığını. Ben üzemçe şunda oylayman ki, muşillik siyer sözleşleri yanında en ahırkılık siyerini anladım ve en ahırkılık siyerini üzem teyyarladım. Ben de pakam kandı yani, pakamız kandı degendek bir toyuğa kelip kaldım. Bunun deyin ki özgürlükler kanda oldu. O elbette şunun deyin ki reallığa bağlı kişiler. Biroq hozir bir cümle söz bilan aytganda Amerika Qo'shma Shtatlarining jungo siyosiy o'zgarish bo'ladi. Dastlabki qadamda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining jungoga qaratgan tashqi yoki savdo tijorat siyosatida o'zgarish bo'lyapti. Masalan, Prezident Trump saylam davrida nima va'da bergan bo'lsa, balki shuni ijro qilyapti. Ish endi boshlandi. İş endi başlandı hürmetli vatandaşım. Biz aynı vakti Jungo 10. ayının 18. günü 19. kurultayı açқан vakti keyfiyatga qarab, Jungo nima uchun bo'shab ketdi degan so'zimni egizga olgan edim vatandaşlarım. Keyingi ahvollar qarasangiz da hozir tayyorlik, lekin sizlarga elib kelgidek bo'lmadik. Bu qatim Jungo davlat rahbari Rais Xi Jinping va Li Keqiang bilan Osiyo iqtisodiy hamkorlik yig'inida Yaponiyanın vaziri Shinzo Abe görüştü. Burun çağlarda görüşünü rad kılıp gelgen edi Jungo. Bu qatim enenden keyin bu Asiya Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'ini oxirlashgandan keyin Yaponiyaning zo'r ko'lamli iqtisod vakillar uyumiga 250 kishilik alashaning Jungoga batdi. Jungoda bu 2 yildan beri munosabat ziriklashib turgan bir paytda bu qatim Li Keqiang bu vakillar ömrünün başlığını qabul qildi. Lekin ular o'tirib qo'ygan iqtisodga munosabat ishlar ko'proq tilga elinmay, ana aksicha bo'libmi Yaponiya savdo vakillar ömrünün Jungo qo'ygan taklifi biz mablag' salaylik. Jungo hozir Yaponiyaning qayta mablag' solishni qo'lga keltiryapti. Sababning nima ekanligini yuqorilardan chiqarib olsanglar bo'ladi vatandoshim. Demek mablag' solishni qo'lga keltirmoqchi bo'lyapti Jungo deyli. Şundak yumshab ketdi deyli. Hozir Yaponiya bilan iqtisodiy munosabat va boshqa munosabatlarni yaxshiladi deyli. Bu qatim Yaponiyaning savdo vakillari dediki, Jungo hukumatiga xo'sh bo'ladi degandek gapni qilib demadi. Biz bir ishdan ansiraymiz dedi. U bo'lsa-mu bir yo'l, bir belbog' siyosiy zodi qonun bilan mangamdi va yoki siyosat bilan mangamdi. Tomtoqlar qaramliq bilan bo'lamdi. Bu siyosatning oldikayında bir qonun degan narsa bormi? Birinci mesele, dikkat kılın vatandaşım. İkincisi, siz bu yıl 6. ayda toğır betlerini başkuruş nizami ve layihesi deydiğen bir karar layihe ya ki bir kanunu tüzüp takattınız. Jungo'da toğır betlerini çekdiniz. Bunda ahvalda uçur erkinliği, alaka erkinliği çeklenizden olsa biz Yaponiyalı savdogarlar bu siyasette kandak devamlaştı mı? İqtisodiy taraqqiyotni yoki savdo aloqalarini qanday davomlashtira olamiz? Biz mashinada ansiraymiz. Hozir Jungoning yomon yerdan tutdi degan gap. Mayli Yaponiya savdo qilman deb Jungoga kelgan bo'lsin, biroq o'taq bu rasmiy hukumat vakillari emas. Hukumat vakillari emas, savdo vakillari umiga dediki, to'g'ri bunday qilsangiz biz qanday tijorat qilamiz bu masala o'tirg'ich. İkincisi, hozir Hindistonga yo'l qo'ydi. Hindistonga yo'l qo'yish qiziq bir ish. Men sizlarga orliqda bir leksiya so'zlagan edim vatandoshim. Nima degan? Hozir Xinjiangda yer osti boyligi ozayib ketdi. Va yer osti boyligini echishga suvmi kamchil bo'lib ketdi degan bir leksiyani sizlarga so'zlagan edim. Xitoy hukumati shunda qarorga kelibdi. Masalan, Qashqar poskan viloyat birida selingan imoratlar Guangzhou yordam qilib, Shanxay yordam qilib quruq qopti, bo'sh qopti. Buni radioda bir muxbir xonim xabar qildi. Shunda kelib, oxirgi hisobda hozir suv va mablag' boylikni echishning o'zi tugay deb qoptimi Xinjiangda yoki mustamlika Uyg'uristonda. Endi Jungo hukumatiga bir boshqa tinchiligi kelib qopti deb so'zlagan edim. Endi bugün deyimizki hazır, şunun qaranki vatandaşım bugün Jungo hükümetinin bir planı, yani Hindistan'a yol qo'yish planı o'tirg'i chiqibdi. Bu yol qo'yish degan nima? Hozirgacha Jungo hükümeti taraddud qilib yoki mablag' solib yoki popuzi xarakterli siyosatda o'tirg'i chiqib, Yalujiang daryosi, Tibetning daryosini to'sib, uning suyini yer osti bilan eqitib Uyg'uriston mustamlik Uyg'uristonning taklamakan qomligiga boshlamoqchi bo'lgan.
Hatta şunda qurilish plani va qurilish loyihasi o'tirib chiqqan. Hozir Hindiston bilan Jungo o'tirishga majbur Tibet masalasi emas. Yana boshqa chegara talash tortishilishimi, chegara talash tortishimi emas. Eng muhimi Hindiston bilan Jungo o'tirishga suv talash tortishi. Hozir endi Jungo hukumati buningda yo'l qo'ydi degan gap. Hindistonga yo'l qo'yib, bu planni bekor qildi degan gap. Yalujang bu daryosining eqimini o'zgartib Taklamakonga boshlab kirish planidan Jungo voz kechdi deganlik bu Hindistonga yo'l qo'ydi degan gap. Ikkinchi gap. Hozir bir yo'l bir balvoq siyosati Jungoning eng asosiga desangiz, buni Pokiston yoki Janubiy Osiyo qartilgan, O'rta Osiyo qartilgan siyosat deb tushunsangiz bo'ladi. Biroq hozir Pokiston bu masalada Jungoning bu takliflaridan bir qismini inkor qildi. Masalan, Pokistonga dastlabda o'sha plan bo'yicha bir suv elektrik stansiyasi salmoqchi. Bu suv elektrik stansiyasi ihtimal Kashmir rayonida selindi buning Hindistonga qarshi chiqqani. Kashmir rayonida selingan suv elektrik stansiyasiga Pokiston o'zi hozir harakat qilayotgan ikkinchi bir elektrik stansiyasini go'raga qo'yish kerak. Demak, hozir harakat qilinayotgan elektrik stansiyasi go'raga qo'yish degan gap Jungo buning iqtisodini kontrol qilib turib, undan keyin bu Kashmir rayoni Pokistonga munosabatli rayonga suv elektrik stansiyasi salmoq. Buni Pokiston rad qildi. Pokiston Jungoning ittifoqdoshi, qo'llag'uchisi. Jungoliklar o'zi aytgandek Janubiy Osiyodagi Jungoning Isroilni va Jungoning Isroiliyasi, Amerika bilan selishtirib shundaq deydi, O'rta Sharqda Amerika Isroiliya, Janubiy Osiyoda Pokiston Jungo Isroiliya degandek. Hozir birinchi yo'l Pokiston bundan qarshi chiqdi. Endi hozir qandaq Yaponiyaga yo'l qo'ydi. Diqqat vatandoshim. Pokistonga yo'l qo'ydi. Nima? Hindistonga yo'l qo'ydi. Yalujang bu suyun taklamakonga yetkimaydigan bo'ldi. Endilikda buningda avval tununkiliksa, oldingiliksa emas nima dedik? Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida emas, G'arb dunyosi yoki Jungo'ni so'z tijorat qildigan har qanday chet el shirkatlariga 51%lik paycha huquqini berdigan bo'ldi. Hatta chet el shirkatlarining bank pul muomala shirkatlarining Jungo'ga kirishni rad qildi. Lekin shunga hayron qolamizki, hurmatli vatandoshim, biz tunugun ona xo'sh bo'ptik. Bugungi leksiya qarasangiz, mushu leksiyada Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo vakili Leytijer Jungo'ning bunday paycha huquqini berish 51%, yana qanday bozorga kirish huquqini berish degan huquqlarning hammasini Leytijer rad qildi. Bu alomat gap. Tunugun sizdan biz xo'sh bo'ldik. Qamanda qo'yganda bu demak Jungo'ni o'zgartirish yoki Jungo'ni qonuniy soat elib berishga bo'lmasa, qonuniy soat elib berishga majburlaydi degan mazmunda biz sizlarga leksiya so'zladik. Bugun tuyuqsizlar mana 2 kun o'tmayli bu gap nima qildi? Amerika buni rad qildi. Qo'shilmadi. Sen bozorni echversanmi kirmayman degandek. Uning ustiga Amerikaning savdogarlari, ya'ni G'arb savdogarlari Jungo 51%lik paychak huquqiy va yoki pul muomala huquqini chet el shirkatlarga, chet el moliya guruhiga berdigan bo'lsa deb, hozir Amerikaning savdogarlari dastlabda ansirashga boshladi. Nima deb ansirdi? Jungoning qarzi intayin eg'ir dedi. Xo'sh, bu bozorga biz qanday kiramiz dedi. Jungoning qarzi eg'ir bo'lib turganda bozorga biz dollarni ko'tarib qanday kiramiz dedi. Bu bir sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo vakili Leytizerning Jungoning bozoriga kirish va pul muomala sohasiga kirib 51%lik paychak huquqini olishni rad qilganligi. Demak, bu yerda savdo, Jungo Amerika savdosida zo'r o'zgarish bo'ladiganligidan derak beryapti, hurmatli vatandoshim. Biz eng oxir nima dedik? Eng oxir nima dedi? Savdo urush keltirib chiqarishi mumkin, lekin Jungoga munosabatlik Washingtondagi o'rtaq tonish endi oxirlashdi. Bu qanday oxirlashdi? Aktiv aloqada bo'lish oxirlashdi. Jungoni rag'batlantirish oxirlashdi. Endilikda Jungodan o'ch olish va Jungoni cheklash boshladi. Alashar. Biz masalaga shunday qarasak, endi savdo sohasida shunday bo'ladigan bo'lsa, endi bu asta taraqqiy qilib, siyosiy sohasida qanday bo'ldi? Buni bilmaymiz. Aldığımız hozir ko'z oldimiz kelmagan ya qo'limizga chiqmagan materiallar asosida bu yerda qari quyuq bir nima demayli. Hozir demak savdo, faqat savdo sohasida Amerikaning Jungo qiratgan savdosida intayin zo'r o'zgarish bo'ldi. Zo'r o'zgarish siyosiy o'tirg'i chiqyapti degan gap. Endi men buni yana bir qatam qayta yezilib, tizimlib degandek sizlar bilan ayrim so'zlashadigan ish edi. Ayrim meni bir qatam yana bu to'g'rida
Liksiya söz deymiz, lekin qisqacha bir so'z deb turaylik. Nima deydi? Prezident savdo masalasida Jongoga eng qattiq siyosat yurgizdi. Buna diqqat qiling, vatandashim. Nima deydi? Savdo siyosatida nihoyat zo'r o'zgarish hosil qildi. Nima deydi? İnqilob xarakterlik emas. Biroq osroq bo'lishi mumkin, lekin qadam bilan kelyotdi deydi. Ko'rdingizmi? Dunyo savdo tashkiloti Amerikaga hech nima demaydi. Chunki Amerikani belgilab qo'ygan deydi. Chunki Amerika 301 moddali bor, nima? Savdo qonunining 301-moddasida Jungoni tekshirish va boshqa davlatlarga muomala uchraganda tekshirish to'g'riliq Amerika belgilab qo'ygan. Dunyo savdo tashkiloti Amerikaning bunday qilishi qarshi turadigan yoki qarshilashadigan bo'lsa, nima deydi? Dunyo savdo sistemasi gumron bo'ladi deydi. Demak, hozir kelayotgan ish, Jungo qaratayotgan ish savdo siyosasidagi o'zgarish. Endi hozir Amerika Davlat Majlisi hozir tayyorlayotgan qonun loyiha nima? Jungoning Amerikaga mablag' selishini tekshirish va Jungoning mablag' selishini tekshirish bilan birga bu yerda setib olish, faoliyat qilishni cheklash qonun loyihasi. Bu o'tandek qonun loyiha bo'ldi. Nima deydi? Prezident Trump deydi, Jungoni ziyorat qilgandan keyin deydi, Jungoga bir qator savdo tadbirlarini qo'llandi. Prezident Trumpning Jungoga dag'dug'aga qarshi elinishi, hamda Rais Xi Jinpingni Prezident Trumpning yaxshi maqtaganligi yoki yaxshi munosabat o'rnatganligimi hargiz bu siyosatdan oldin to'sib qolamadi. Endi qaraymizki, Prezident Trump savdo masalasida Jungoga qattiq siyosat qo'llanish maydonini hech kim to'sib qolmaydi. Mana bu yerga keldi, başta aytgandek biz yumshab ketdi dedi hozir Jungo. Yaponiyaga yumshab ketdi, Hindistonga yumshab ketdi. Hasta Yangbu daryosining suyini taklamakanga boshlashdi, yumshab ketdi. Bu yerdagi sirli qishlar yana Orliqda Hindistonning prezidenti Janubiy Tibet rayonini yaqinda ko'zdan ko'chadi. Ama işlarning hammasi birlashib kelayotganda biz Jungo hukumati rahbarlariga shunday deymizki, endi siz zamonini tanlab keldingiz 68 yildan beri. Endi zamon sizni tanlab oladigan vaqt keldi. Siz kim? Yani şu mustabid davlatning rahbari bo'lamsiz yoki mustabid davlat bo'lamsiz yoki nima bo'lasiz? Endi deydik zaman biz sizni tanlaymiz. Siz hozirgi zamanni tanlab keldingiz. Fursatni tanlab keldingiz. Dunyo savdosini tanlab keldingiz. Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni tanlab keldingiz. Hatto Amerika sizni rag'batlantirib yoki siz bilan aktiv aloqada bo'lishni yo'lga qo'yib, sizning demokratik o'zgarishingizni qo'lga keltirishimiz uchun tirishchilik ko'rsatdi. Lekin bular oqmadi.